Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, bittadan like erinmasdan, qizg'anmasdan bitta like bosib qo'yinglar inshaalloh. Bugungi mana Akmaljon do'stimizning qo'ldan kelganicha chiroyli azobingiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bo'lmisiz, charchamayapsizmi? aka. Sizda faqat yiriklari, xudo xolasa. Yiriklari. Haybatlaridan. Toza sorilari. Velika o'sha yirik sovliqlarimizdan kelib qoldi-da, xolsa to'q bo'g'oz ko'pi. Bo'g'ozmi bular? Bo'g'oz aka. Ko'p to'q bo'g'oz yilin solyapti. Hurmatli obunachilar, bu badanini ko'rishlari mumkin, etlarini ko'rishlari mumkin. Masalan, xisori deymiz-ku akalar, xisorini xisorisi bor-da. Taniga odam taniydi bu qo'ydi. Shunaqa. Xisori qo'ydi, misol. Yelkasini kengligiga bir alohida ahamiyat berib qo'yasizlar. Yuzlari ham tiniq ekan qo'ylarni. Hammasi tiniq qo'ylar. Barakasi ber. Soni nechta edi? Soni 8 dona. 8 dona. 8 dona. Mana shu qo'ylarimizni qarang, vobshe yirik narsalar, boshqa qo'ylar Afg'onistondan chiqqan qo'ylar-da. Nima qilib ketgan ekan qo'ylar? Qo'ylarni qarang. Mana kelar. Baqa suring, mana uzunasini ko'rsin obunachilarimiz mana. Qo'ylar, xudo xolasa, yirikligi zo'r, sifati zo'r. Mana shu qo'y ko'rib turibsan. Hozir buni bolasini ko'rsataman men. Bu ishda bolasi ham bormi? Ishda mana shu qo'y bolasi bo'ladi. Yehe. Onadan ham o'tib ketgan ekan-ku. Onadan ham o'tib ketgan qo'y. Yosh qanaqa buni? 4 ishga chiqargan endi. Ikkisidan mana 4 ishga chiqaryapti. Hali chiqib ulgurmabdi akalar. Yo'q, chiqqan ham yo'q hali, rasman. Xudo xolsa bo'ylari ham yirik qo'ylar. 85 dan xotirjam balandi beraveramiz-a? Shunaqa atrofida endi o'lchamaganmiz, realni. Misol buni. Lekin hammasi polvon. Yirik qo'ylar. Yirik qo'ylar. Yeb ichishdan muammosi yo'qmi? Yeb ichishini bir hafta 10 kunga behijolat. Malol. Akalar, asosan tonini so'rashadi. Tonida 1 gram ayblaydigan joyini men ko'rganim yo'q. Masalan, hammasi brend qo'y. Ha, rangi xunigi yo qanaqadir yungi kelmagani bo'lsa, bittasi mana shunaqa ekan deb dangal aytilaveradi. Buni ichida lekin ko'z tegmasin, hammasi zo'r holatda ekan. Hammasi zo'r holatda. Xudo xolasa, bu sariq ham yelillab qolibdi. U ham yelillab qolgan. Qo'chqor yurgan unda ham. Xudo xolasa kelganda bir qator tekshirib olsalaring ham bo'laveradi. Dastlabkilarimiz nima bo'ladi buni? Dastlabkamiz aka o'sha Buxorogacha qilib beraveramiz. Aha. Dastlabkida muammo yo'q aka, xudo xolasa. Aytilgan joygacha ketaveradi. Aytilgan joygacha ketaveradi. Narxini nech pul qo'yamiz endi bularni? Aka, bu misol bu qo'ydi Addinni qo'ysak, 2-3 ta qilib qo'ysak, ko'ryapsiz o'zingiz 10 million. Ha, endi ajratib olishga endi bor endi. 10 million, 12 million ham chiqarilyapti. Har xil chiqarilyapti. To'g'ri. Buni oldi qochdi gap qilmaymiz. Bitta tortarga 8 million 200 dan ketaveradi, Eldarbek. 8 million 200. Kammi yo bo'lishimi? Telefon qilsin. Telefon qilsin, videoda chi bo'lsangiz, tek 8 qilib beraman. 8 milliondan ketaveradimi? Bir joyda ketaveradi aka. Qaragasiz gap qilmaymiz. 8 milliondan telefon qilsizlarga o'tib berasiz. Telefon qilsin, xayrini qilib beramiz sunnatiga. Barakasi bersin. Akalar, telefonda akalar hamma qo'y deyarli bir xil ko'rinishi mumkin. Imkoningiz bo'lsa, tepasiga kelib, ko'zingiz bilan ko'rib, qo'lingiz bilan ushab ko'ring. Behijolat. Yirik qo'y olaman, sifat olaman degan bu deb ko'chaga chiqqan bo'lsangiz, qo'ylar sizga yoqish kerak inshaalloh. Sababi dumbalari tik ekan, rangi zo'r, yirikligi zo'r. Kesilaring bir qator tepasida gaplashib olasizlar. Ha, behijolat kelishaveradi, lakasdan tashab beramiz. Qo'ylar uyaltirmaydi, xudo xolasa. Olgan odam baraka topadigan qo'y. Keyingi partiyamizga ham chiqamizmi? Keyingi partiyamizga ko'rib turish olsin, pul yengildan ham chiqarib beramiz. Ketdik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga ozgina, sozgina 3 dona, lekin bo'ladiganlardan. Bo'ladigan toza xisorilar, qarang. Boqishga arziydiganlardan akalar. Qo'y qilaman degan aka-ukalamizga, xudo xolasa. Xo'p, buni bo'g'ozga beramizmi, qisirganmi? Xo'p, buni ham yerin qo'zg'ab qolibdi. Ikkitasi, bittasiniki nogumon, mana shu bitta birinchi oxirdaniki. Dargumonroq narigilarniki, lekin yerin qo'zg'ayotibdi. 50 kellikka bering bo'lmasa. 50 kellikka olsin. Tekshirib olish olsin. Ha, kelib tekshirib olinglar akalar. Mabodo bo'g'oz bo'lsa, baxtingiz, bo'g'oz bo'lmasa, Qo'chqor sezonda turibmiz. Qo'shib qo'ysangiz bo'laveradi akalar, haligi o'ylanadigan sezon emas. Qo'ydi qarang, brend qo'ylar ama jonivorlar. Yoshlari qanaqa? Yoshlar ikkovi ham 6 tishga o'tgan. 6 tish. Ikkitadan tuqqan qo'ylarimiz. Nargilar nechtadan dedik? 4 tish, 4 tish, 6 tishga chiqqani bor. Bitta ikkita qolgan 4 tish. Ha, asosan 4 tish. Mana akalar. Xo'p, bo'yini 85 gacha deb olsa bo'laveradimi? 80 piliska olish olsin. 80 dan baland xudo xolasa akalar. 80 dan baland qo'ylar endi. Bo'yga tortishmaymiz xudo xolasa. Rangi, dumbaraz rezlari, oyoq qo'llariga mana ahamiyat beringlar akalar. Xudo xolasa
Oyog'ida suyaklari ham shu vaznga yarasha. Yarasha. Qo'ylar qarang, jonivorlar. Yeb ishiga kafolat. Yeb ichishiga bir hafta 10 kunga behijolasini olib. Qo'ylar qachon keldi bu charchoq umuman bilintirmayapti. Kecha kelgan. Ha. Kecha kelgan. U charchov bor hali bularda. Charchov chiqsa, vobshim qo'ylar o'zini qo'yib yuboradi. Sabab akalar, bu g'o'dadagi qo'ylar deyaligi vaznning hisobiga ancha charchaydi-da. Shunaqa. Lekin burada unchalik ja bilintirib olgani mana stoyga. Mana mashq qo'ylarni ham mana yelini qo'zg'ab qo'ygan-da. Yillarboy mashq qo'ydi ham. Buni qarang. Yelin qo'zg'ayapti jonivorniki. Xudo xolasa bo'g'oz bo'lsin. Va xolosa bo'lsin avvalo. Bo'lmasa ham qo'chqorni qo'shib qo'yasizlar. Sal charsroq qilyapti, qo'ylar ko'ryapsiz, qochib ketaveryapti. Ahtam. Nech pul qo'yamiz buni narxini? Narxi u baribir. Baland qo'ymaymiz. Bir joyga 6 million 700 ming so'mdan Samarqandgacha dastlabki qilib beraveramiz. Optimal sotib berasiz. Optimal sotib beraman. 6 million 700 dan bir joyga. Hammasini olsangiz xayri bor. Xayri bor, xudo Bunga mana xolasa. simjun o'zi to'laydiganlardan kelar. Shikolant variantlardan. Xudo xolasa kam ko'sti bo'lsa aytib ketavering, kam ko'sti yo'q-a? Yo'q, kam ko'sti bo'lsa chiqarmaymiz avvalo. Ha. Qo'rqmaydi, xolasa qarindosh aka ukalarga ham tavsiya qilsak bo'laveradi. Tavsiya qilaverasiz, behijolat aka. Kelar mana. Xudo xolasa bemalol kelib ko'ringlar, tepasida savdosini qilinglar. Ishlaringni bitkazib berishadi. Endi teparon kelib turib, qo'y olmay ketsalaring uyat bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa ishni bitirib beramiz. Dastlabkasi nima bo'ladi? Dastlabkasini qilib beramiz. Qayerga deysiz qilib beramiz. Muammosi yo'q. Muammosi yo'q dastlabkadan. Keyin partiyamiz ham bormi yo bu oxirgisimi? Oxirgi partiyaga Ha. ish qivoziga bitta qo'y chiqarib beraman. Xo'p. Ellar aka. Qo'yni ko'ramiz. O'sha 90 plyusga olishaveradi. Ha, arziydiganidan. Arziydigan ish qivoziga chiqarib beramiz. Bir dona. Olib chiqamiz aka Ketdik qo'yni. bo'lmasa. Buni g'ovdasini ko'rgan odam qo'chqor deydi. Qo'ydi asli mana so'liq hurmatli onachilar, bahaybatligiga mana alohida respekt. Buni 90 dan baland shekilliga. 90 plyusda, xudo xolasa 90 plyusga olishaveradi. Mana aka. Qozoqiston jonivorni qarang. Razrezlar ham shu. Razrezlar ham Topida. Topida. Haqiqiy kelgan. Yoshiga ham endi 4 ishga chiqaryapti. Bir dona tuqqan qo'yimiz. O'g'ay. Turishkin chiqaryapti mana hurmatli onachilar. Xudo xolasa endi bular 8 tish bo'lganda haqiqiy o'shaligi cho'qqisiga chiqadi-da, o'sib bo'ladigani bo'lib, suyaklari kengayib akalar. Rosa ko'zga tashlanadigan holat o'sha 8 tish payti keladi. Bo'yini 90 plyus deyilyapti. Qo'l oyog'ini ham bir ko'rsataylik yurgizib. Haligi qo'l oyog'ini ham ko'rsin mana akalar. Badani ham zo'r semirgan ekan-a, yaxshi boqilgan ekan. Yaxshi yeb turgan, xudo xolasa qo'chqorga tayyor bo'lib turibdi. Qo'shib olishaveradi. Endi buni qo'shini bilmaymiz. Qo'y ishqivoziga beramiz xolasa Eldor aka buni. O'zimiz ham ishqivozimiz endi bir donalik uchun mana yirik qo'y baqaman degan aka ukalarimiz bo'lsa, bo'g'oz qisir u garantiya bermaydi bunga. Yo'q, endi qo'chqorni qo'shib olishaveradi bo'lsa. Lekin akalar buni to'ydilar zo'r ekan. Ishqivoz haqiqatan qo'y ko'paytiraman degan odam bo'lsa, olib qo'ysalaring bo'ladi. Xabarlaring bor. Men o'zimda ham mana shunaqalardan bir 5 ta bor, bundan yirikrog'i. Lekin mana bitta sortda baribir. Bitta sort akalar. Xudo xolasa tavsiya qilaman akalar, kelib ko'ringlar. Narxi ma'qul kelsa kelishib olib kelsalaring bo'ladi. Nechga qo'yamiz narxini? Aka, buni narxini bekitmaymiz. O'zimiz ham yaxshi pulga kelgan. Ishqivozi chiqsa $1000 beraman. $1000. $1000. 12 million desak ham bo'laveradi. 12 million so'mga desak ham bo'laveradi, $1000 desak ham bo'laveradi. Ishqivoziga beramiz xolos qo'ydi. Xudo xolasa men qo'ydi qarang. Mana aka. Bunaqa bahaybatidan ha deb ham kela olmaydi. Xudo xolasa shunaqadan bir 100 ta bo'lsa akalar, boshqa ish qilish kerak yo'q-a, o'sha ko'paytirib, tug'dirib, ha. Ha, ye. Qo'ydi qarang jonivorni. Nasib, hammamiz ko'ramiz yo'q, inshaalloh Xudo xolasa uyaltirmaydi. Xullas akalar, 12 million so'mga dastavkalari bor. Aloqaga chiqib savdosini qilib olasizlar. Aytilgan narxga hech kim sotmagan. Kesalaring chiroyli o'tib berasiz, xudo xolasa obunachilarimizga. O'tib beramiz aka. Barakasini bersin. Xo'p, bo'lmasa kuttirmasdan videoni yakunlaylik, tezroq joylab beraylik. Nima deysiz? Bo'ldi aka. Hurmatli obunachilar, videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketqizgan vaqtlaringiz rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.